Assalomu alaykum qadrdonlarim. Omona dunyoda omon yuribsizmi qadrdonim? Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan, Buxoro savdo majmuasining ro'parasidan 8 etajga domning 7-etajda 2 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramiz 2 tomonlama proyekt, stachkalar bo'lgan, shkatulkalardan polni chiqqan, rodman bilan qilingan, elektr montaj ishlari bo'lgan, santexnika ishlari bo'lgan. Qarang, eshikdan kirgan vaqtimiz sifatli yaxshi eshiklardan bo'lgan, keyingina perxoshka bizni kutib oladi. Perxoshkamizni kengligini qarang, bu ham bemalol televizorcha, uголокcha qo'yib o'tirishga sharoit bor bo'lsa, berib uголокchalarni qo'yib, bu yoqqa televizor qo'ysangiz ham bo'ladi va turetskiy radiatorlar qo'yilgan, sifatli radiatorlardan qo'yilgan. Bu yoqda esa elektrический sistemalar hammasi отдельно qilib taxlab qo'yganlar bu yoqqa. Kvartiramiz balandligini e'tibor bering, 320-330 balandligi. Bu yoqda esa bizning kattagina zal kutib oladi. Zalimiz ham kengina, ham uzun, ham keng. Bemalol remontdan keyin chotki zalcha chiqadi beradi. Padakonlar qo'yilgan, sifatli trezalardan, akvaplastdan qilingan va o'rtada rushetkalar qilib qo'yganlar uyning egalari. E'tibor beringlar, yaxshi sifatli turetskiy radiatorlardan qo'yilgan. Qadrdonlarim, lokatsiyasi vaqti zo'r. Agar shunaqa joylardan uy olib, qidirib yurgan, uy olaman, qidirib yurgan do'stlarimizga tarqatishlarini so'rayman. Bu yoq esa kengina kuxnimizga ham e'tibor beringlar. Kengina bemalol shunaqa kuxni garajga shunday tashlaysiz, stol suzichani shunday tashlaysiz, ovqatni pishirib, mazza qilib ishlayverasiz. Opa-singillarimiz bir yayrab ovqat pishiradi. E'tibor bering, samimiy birinchi chiqqan duxontriy kotel, turetskiy kotelimiz yaxshi sifat, yaxshisidan qo'yilgan. Bu yoqqa ham turetskiy radiatorlardan qo'yilgan. Bu trezamiz ham rushetka qilingan. Bu yoq esa sanuzel qismimiz. Bu yoq esa hojatxonamiz. Bu yer esa kattagina spalni qismimiz bizni kutib oladi. Qadrdonlarim, qaranglar. Spalni qismimizda barcha ishlari bo'lgan, faqat bitta shpakolovkacha qilib, obojani tortasiz, natija pataloqlasiz, laminatsiyadan qo'yasiz. Bu yoq esa yaxshi, sifatli, bu yoq ham kattagina radiator qo'yilgan. Manzarani ko'ring qadrdonlarim. Bu yerda mazza qilib, mana shu o'tiramiz, o'tgan-ketgan tomosha qilib, Buxoro savdo majmuasi ro'parasi yo'l ustida birinchi liniyada. Qadrdonlarim, 7-etaj 80-82 kvadrat metr narxini bitalak bo'lsin keyin aytaman. Bo'sizmi qadrdonlarim? Narxini 42.900 deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazoshasi bor. Bemalol narx bilan kelsangiz gaplashamiz. Qadrdonlarim, bu kvartirani sizlarga obzor ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'yaman qadrdonlarim. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang qadrdonlarim. Shunaqa lokatsiya joylardan maza qilib olib, maza qilib yashang. Havosi zo'r, joyi zo'r qadrdonlarim. Ota-onalaringizga olib berish nasib qilsin. Safarda yurgan aka-ukalarimiz, sizlar shu kreditdan yo'lamanda yurgan bo'lsangiz-da, bizga obuna bo'lib, bizga aloqada chiqinglar, shuni kelishtirib olib beramiz sizlarga. Omonat dunyoda omon bo'ling qadrdonlarim. So'qqan tajang shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.